Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun 8-kun savollari yechimlari bilan tanishib chiqamiz. 7 darajasi 2018 sonini o'nlar xonasidagi raqamini toping debdi. Buni demak quyidagicha yozib olaman. 7 darajasi 2018 teng bo'ladi 7 ni kvadrati ko'paytirilgan 7 ni 2016 darajasi deb yozib olaman. Bu ham teng 7 ni kvadrati ko'paytirilgan 7 ni 4-darajasini xo'p 504 darajasi deyman. Xo'p 49 ko'paytirilgan 7 ni 4-darajasi 2401 ga teng. Demak 7 ni qanaqadir darajasi kelib qolsa va shuni oxirgi 2 xonali sonini ham so'rash mumkin. Bu holatda 7 ni 4-sini hisoblashni maslahat beraman. Demak 2401 ni e'tibor beraylik. Oxirgi ikkita xonasi 01. Ya'ni 01 bilan tugagan sonni har qanday darajasi yana 01 bilan tugaydi. Demak 7 ni kvadrati ya'ni 49 ko'paytirilgan 2401 ni 504-darajasini oxirgi 2 xonali sonni topsam 49 ko'paytirilgan 01 bo'lib qoladi-da. Bu sonimizni oxirgi ikkita xonasi 49 bo'ladi. Ya'ni sonimizni oxirgi 2 xonali soni 49 bo'ldimi? Demak, o'zidan ko'rinib turibdiki, o'nlar xonasidagi raqamimiz bizda 4 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, birinchi masalani ishlab bo'ldik. Endi ikkinchi masalamiz. Xo'p, berilgan ikkita ko'pxatimiz x kvadrat qo'shuv bx qo'shuv c ko'rinishidagi ko'paytuvchiga kelar ekan. Ya'ni mana shu ko'pxatga bo'linar ekan. Bizdan p1 ni so'rabdi. Kelinglar, birinchi ko'pxatimizni quyidagicha yozib olaman. X ning 4-si qo'shilgan 6x ning kvadrati qo'shilgan 25 ni yozaman. X ning 4-si qo'shuv 10x kvadrat qo'shuv 25 ayrilgan 4x kvadrat qilaman. Bu ham teng. Birinchi qavsimiz bu x kvadrat qo'shuv 5 ning qavs kvadratiga keladi. 4x kvadrat esa bu 2x ning qavs kvadratiga keladi. Bu ham teng. Xo'p, a kvadrat minus b kvadrat formulaga qo'ysam. X kvadrat minus 2x plus 5 x kvadrat plus 2x plus 5 ga kelar ekan. Xo'p, ikkinchi ifodamiz ham demak aynan bitta qavs, mana shu ikkita ko'paytmamizdan qaysidir bitta qavsga aniq keladi. Ya'ni 3x4 qo'shuv 4x kvadrat qo'shuv 28x qo'shuv 5 ni men yoza olaman. X kvadrat qo'shuv ax qo'shuv 5 kara ikkinchi qavsimizda 3x ning kvadrati qo'shuv bx qo'shuv 1 ko'rinishida. Xo'p, buni ajratadigan bo'lsam, ya'ni qavsni ochadigan bo'lsam, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, demak qavsni ochadigan bo'lsam, 3x ning 4-si xo'p, qo'shilgan demak x kub kara b qo'shuv 3a plus x kvadrat ko'paytirilgan xo'p, x kvadrat ko'paytirilgan qavsni ochadigan bo'lsam, hozir x kvadrat ko'paytirilgan qanaqa ifoda bo'ladi? Hozir yozamiz. Demak x kvadrat ko'paytirilgan 1 plus a b bo'ladi plus 15 bo'lar ekan. Qo'shuv x ko'paytirilgan xo'p, x ko'paytirilgan quyidagicha ifodamiz bo'ladi demak. A qo'shuv 5b qo'shuv 5. Ana endi ustozlar, mos-mosini bir-biriga tenglab olaman. Mana chap tarafimizda x kub qatnashmagan yozamiz demak. B qo'shilgan 3a ni men 0 desam bo'ladi. Undan tashqari
chap tarafimizda x oldida 28 turibdi, o'ng tarafimizda esa a qo'shuv 5b turibdi. A qo'shuv 5b barobar 28. Demak, b ni topsam minus 3a bo'ladi va pastga o'rniga qo'yib a ni topadigan bo'lsam, demak a minus 15a barobar 28 dan a ni topadigan bo'lsam minus 2 chiqadi. Demak, ustozlar, ikkala ifodamiz ham x kvadrat minus 2x plus 5 ko'paytuvchiga kelar ekan. Ya'ni px ifodamiz bizda x kvadrat minus 2x plus 5 bo'lar ekan. Demak, p1 topadigan bo'lsam, x o'rniga 1 qo'yaman. 1 minus 2 plus 5. Javobi shunda 4 chiqar ekan, ustozlar. Demak, to'g'ri javob bizda 4 ekan. Mana ko'rinib turibdi. Birinchi masalamizning javobi ham 4 chiqqandi. Ikkinchi masalamizning javobi ham 4 chiqyapti. Ana endi uchinchi masalamiz. Uchinchi masala haqiqiy attestatsiya imtihonida kelgan. Demak, logaritm x plus logaritm x plus 6 barobar logaritm minus a tenglama a ning qanday qiymatlarida bitta yechimga ega bo'ladi debdi. Xo'p, chap tarafimiz logaritm x kare x plus 6 bo'ladi. O'ng tarafimiz esa logaritm minus a ni o'zi. Kelinglar, aniqlanish sohalarini birinchi yozib olaylik. Aniqlanish soha x katta 6, x katta 0, x plus 6 katta 0, minus a katta 0. Demak, x katta 0 va a kichik 0 degan natijalarni olamiz. Umumiy birlashtiradigan bo'lsak. Xo'p, tashlab yuborsam x kvadrat plus 6x barobar minus a bo'ladi. A ni chap tarafga olib o'tsam x kvadrat plus 6x plus a barobar 0 bo'ladi. Ustozlar, mana shu kvadrat tenglamamiz har doim bitta yechimga ega. Qachonki a 0 dan kichkina bo'lganda mana shu kvadrat tenglamamiz har doim bitta yechimga ega. Kelinglar, tekshirib beraman. Diskriminantini topsam 36 minus 4a bo'ladi. x1 2 ni topsam minus 6 plus minus ildizda 36 minus 4a taqsim 2 bo'ladi. Demak, bitta javobimiz minus 6 minus ildiz ostida 36 minus 4a taqsim 2. Ikkinchi javobim minus 6 plus ildiz ostida 36 minus 4a taqsim 2. Bitta javob, ustozlar, bitta javob 0 dan kichkina bo'lyapti. Demak, bu chet ildiz rostdan ham. Sababi biz shartida aniqlanish sohasida oldik, yechimi 0 dan katta bo'lishi kerak edi. Ikkinchi yechimi aniq 0 dan katta. Tekshirib ko'raylik. Mana ildizda 36 ga, mana ildizda 36 dan minus 4a ni ayirsam, aniq 36 dan kattaroq son hosil bo'ladi. Chunki a ni o'zi manfiy son. 6 dan aniq kattaroq son bo'ladi. Demak, pastdagi ikkinchi yechimimiz aniq 0 dan katta son. Endi ikkinchi yechimimiz to'g'ri, birinchi yechimimiz xato, ya'ni chet ildiz bo'ladida, ikkita yechimdan faqat bittasi qoladi. Demak, bu holatda aniq bitta yechimga ega bo'lar ekan. Demak, javobi a 0 dan kichkina bo'lgan holatlari barchasida bo'lar ekan. Demak, mana shu yerda o'zida yechimlarimiz tugaydi. Hammaga rahmat.